Jungo Maliki qizlarining Uyg'ur qag'anlarga yotliq bo'lishi. Miladi 8-asrning 50-yillarida Sharqiy Osiyoda Uyg'ur urxun qag'anligi Tang sulolasi, Tibet xonligi qatorliq 3 cho'ng davlat bo'lib, ularning bir-biri bilan bo'lgan munosabati nihoyat jiddiy va murakkab edi. Bu chaqda Tang sulolasi burunqi saltanatlik qudratli ahvolni yo'qotib, ojizlashib qolgan edi. Uyg'ur urxun qag'anligi bo'lsa, Qutlug' Bilgi qag'anning vaqtidan tortib, ya'ni milodining 744-yilidan kuchayishga boshlab nihoyat qudratli bir davlat holiga kelgan edi. Tibet xonligimi bir necha 100 ming kishilik qo'shinga ega davlat bo'lib, o'z qo'shinlariga bo'libmi Jungoga pat-pat hujum qilib, uni qo'rqitib turadi. Jungoning Uyg'ur qag'anligi bilan Tibet xonligiga tutgan munosabati birdek emas edi. Tibet xonligi bo'lsa, Jungoga tajovuz qilib kirib, Jungoning g'arbiy va g'arbiy shimolidagi territoriyasini besib olishga intiladi. Uyg'ur qag'anligida bo'lsa, Jungo territoriyasidan biror joyni besib olish niyati yo'q edi. Shuning uchun Tang sulolasi Uyg'ur urxun qag'anligi bilan ittifoqlashib, Tibet xonligiga qarshi turish yo'lini tutdi. Tang sulolasi o'nglik va suygim isyonini bostirishda Tibet xonligidan yordam olmay, ya'ni Tibet xonligining qarniyatidan qo'rqatdi. Uyg'ur qag'anligidan yordam olgan edi. Shuningdan boshlab, Uyg'ur qag'anligi bilan Tang sulolasi orasidagi inoq qo'shindorchilik munosabati siyosiy, harbiy, iqtisodiy jihatdan bo'lib qolmasdan, balki qudilish jihatdami o'z ifodasini topdi. Milodining 756-yili Uyg'ur qag'anligi bilan Tang sulolasi orasida tuzilgan bitimnomada Tang sulolasi Maliki qizlarining Uyg'ur qag'anligining qag'anlarga yotliq qilinishi belgilangan edi. Shuningdan tashqari, o'nglik isyoni bostirilgandan keyin Tang sulolasi har yili Uyg'ur qag'anligiga 20 ming top tovar durdun avatib turish majburiyatini ustiga olgan. Tang sulolasi bu majburiyatini taxminan 100 yil, ya'ni 757-yillardan 840-yilgacha o'tdi. U Olpanni Jungoning saroy tarixchilari, ya'ni So'g' Salam degan chiroyli so'zlar bilan pardozlab yezib qo'ygan. Amaliyotda bo'lsa, har yili Uyg'ur qag'anlarga avatiladigan 20 ming top tovar durdun seliqdan boshqa narsa emas edi. Ikki davlat o'rtasida tuzilgan bitimnomaga ko'ra, milodining 758-yili Tang sulolasi podshohi Tang Suzong o'z qizi Maliki Ningoni Uyg'ur qag'ani Bayanchurga yotliq qildi. Bayanchur Tang sulolasi malikasining to'yligi uchun yaramliq otdan 2 mingni avatdi. Buningdan boshqa bosh vazir Odiz boshchiligida 2 ming kishidan tarkib topgan qarshi elish o'makini tashkillab malikaning oldiga avatdi. Mana shu o'makning tarkibida qag'an Bayanchurning singlisi Qutlug' Bilgi Bekin boshchiligida 56 nafar bek qizlar, ya'ni Uyg'ur beglarining ayollari, qizlari din tashkil topgan ayol qizlar o'makimi bor edi. Maliki Ningoning o'z orzusi bo'yicha bo'lganda, u hech qachon o'ziga yot bo'lgan yiroq joydagi davlatlarning hukmroniga yotliq bo'lishni xohlamagan bo'ladi. Shunga Maliki Ningo o'z otasi Tang Suzong bilan xo'shlashib, qara Balg'asunga mangdigan chig'ida hasratlik tinib, ko'z yoshlarini oqqizib turib, davlat ishlari muhim, o'lsammi buningga o'kinmayman degan. Demak, buningda Maliki Ningoning nihoyat muhim siyosiy mas'uliyatni o'z ustiga olganligini bilish tez emas. Shunimi aytib o'tish kerakki, Maliki Ningo qiz bo'lmasdan, Bayanchurga yotliq bo'lmasdan burun 2 qatim erga tekkan cho'kan edi. Bayanchur uning 3-kuyisi bo'ladi. Maliki Ningo Bayanchurga yotliq bo'lib 1 yildan keyin milodining 759-yili qag'an olamdan o'tdi. Uyg'urlar o'z qoidasi bo'yicha Maliki Ningoni marhum qag'an bilan billa dafn qilmoqchi edi. Maliki Ningo Uyg'urlarning xanzularining qoida usullariga hurmat qilishini o'tinib so'rab, tirik beti dafn bo'lib ketishdan aram qutulib qoldi. Ammo u chekisini tilib qon oqqizib, esadab yig'lab, Bayanchurning vafotiga motam tutdi. Maliki Ningo Bayanchurdan bola tug'magan edi. Shunga u Jungoga qaytarildi. Bayanchur olamdan o'tgandan keyin uning kichik o'g'li Bogoxon qag'an bo'ldi.
Bogoxan, ya'ni 759-yilidan 779-yillari. Malika Ningo bilan Qara Balg'asunga birga kelgan Tang sulolasining xon qizlaridan biri bo'lgan Malika Shauningoga uylandi. Bu malika Qara Balg'asunda 33 yil, ya'ni 758-yillardan 791-yillari turdi. U shu mezgilining ichida 20 yil Bogoxan bilan hayot kechirdi. 779-yili Bogoxan o'ldirilgandan keyin bo'lsa 13 yil, ya'ni 791-yilgacha tulluqda o'tdi. Oxiri 791-yili Qara Balg'asunda olamdan o'tdi. Malika Shauningo Bogoxandan 2 bola tuqqan edi. Bu bolalar milodining 779-yili Tunboga tarafidan o'ldirildi. Bogoxan qog'onlik qilgan vaqtida nihoyat mag'rurlanib, qin-qiniga patmay, Uyg'urlarning oddiy sada hayot kechiradigan odatlarini tashlab, ajoyib hayvatlik o'rnlarni soldirib, rohatparastlikka berilib ketgan edi. U milodining 778-yili Jungoning hozirgi Taiyuan shahriga hujum qildi. Tang podshohligining Day oblastining valisi Zhang Guangshindan qo'shin tortib kelib Uyg'urlarni chekindirdi. Tang sulolasi Bogoxanning bundaq yo'lsizligini surishti qilmay, burunqidakla obdan muomalada bo'ldi. Bogoxan milodining 779-yili Jungoga yana hujum qilmoqchi bo'ldi. Shu chaqda bosh vazir Tunboga tarqan, ya'ni ba'zi ma'lumotlarda Tunboga Bogoxanning tog'isi deyilsa, ba'zi ma'lumotlarda ufkisi deyiladi. Bogoxanga nasihat qilib, Tang sulolasi bilan do'stona o'tishni tashabbus qildi. Oldingi yillari Taiyuanga hujum qilib, o'ng'ishsizlikka uchraganligini eslatib o'tdi. Lekin Bogoxan Tunboga tarqanning gaplariga quloq solmadi. Xeyli uzundan beri qog'onlik o'rnini tortib olishini o'ylab yurgan Tunboga tarqan Bogoxanning gapiga kirmaganligini bahona qilib, Bogoxanni ham uning yaqinlarini bo'lib 2000 kishini o'ldirib, o'zi qog'on bo'ldi. Tunboga tarqan qog'on bo'lganida Uyg'ur qog'onligi bilan Tang sulolasining munosabati yomonlashdi. Bu chaqda Jungoga Tang Dizong podshoh bo'lgan edi. Tang Dizong, ya'ni 780-yillardan 805-yillar. Milodining 762-yili Bogoxanning oldiga borganida usul o'ynamagan shahzoda Lishi bo'lib, u Uyg'urlarning shu chaqda qilgan o'ktamligi, ya'ni Tang qo'mondonlaridan bir nechasini urib o'ldirganligi ni yodidan chiqarmagan edi. Tang Dizong, Tang Xuanzong va Tang Suzong, ya'ni 756-yillardan 779-yillar o'xshashla kallasi aylanib qolgan hukmron bo'lib, Uyg'urlarga dushmanlik pozitsiyasini tutdi. Yana bir tarafdan uning vaqtida ichki jihatda bo'limli kuchlar bosh ko'tarib isyon harakatlari yuz berdi. Tang Dizong Tibet xonligiga elchi avatib, ba'zi muhim joylarini Tibet xonligiga o'tinib berish sharti ostida Tibet xonligidan harbiy yordam talab qildi. Milodining 780-yili Uyg'ur begi Tudun mingdan ortiq savdogarlarni boshlab Chang'andan Qara Balg'asunga qaytdi. Tudun Uyg'ur qog'onligining savdo vakillar o'mikining boshlig'i bo'lib, u Jungodagi savdo ishlarini tugatib, necha minglagan to'gi bilan otqa yuk taq ortib mang'an edi. U davlat chegarasidan o'tayotganida Tangning chegara mudofaa qo'shinlarining sarkardisi Zhang Gaoshin tugiga ortilgan nurg'unlagan sanduqlarning ichiga Chang'anlik Xanzu qizlarining qochilalganligini sezib qoldi. Zhang Gaoshin bu ishni bahona qilib, Tudun boshliq mingdan ortiq Uyg'ur savdolarini o'ldirib, bir necha ming ot, to'ga, 100 ming to'p tovar durdun qatorliq narsalarni musodara qildi. Sanduq ichiga yushirib ilib mingilgan qizlarni Chang'anga qaytarib etdi. Mana shu voqea sababidan ikki davlat orasidagi do'stona munosabat buzilib, do'stlik o'rnini dushmanlik oldi. Tang Dizongning Uyg'urlar bilan dushmanlashib, Tibet xonligi bilan do'stona o'tish siyosati Jungo uchun intayin xatarlik ahvolni paydo qildi. Tibet xonligi Tang Dizongning xato yo'lidan foydalanib, Tang sulolasini yo'q qilishga urindi. Ichki bo'linma kuchlarining kasofatidan milodining 781-yili poytaxt Chang'andan chiqib ketgan Tang Dizong milodining 784-yili Chang'anga qaytib keldi. Uning vazirlaridan biri bo'lgan Limi, ya'ni shimoldagi Uyg'ur xonligi, janubdagi Nanshao xonligi, ya'ni hozirgi Yunnanda, g'arbdagi Arab xalifaligi va Hindiston davlati bilan birlashib, Tibet xonligini iskanjiga elish planini o'ttirib qo'ydi.
Tangdezong Uyg'ur qag'anligi bilan do'stona o'tishni zodli xolamagan bo'lsa-mu, Limening qayta nasihat qilishi natijasida Uyg'urlarga tutgan dushmanlik siyosatidan voz kechdi. Tangdezong milodining 787-yili Uyg'ur qag'anligiga elchi avatdi. Qattiq qor yoqqan faslda Qara Balg'asonga borgan Tang sulolasi elchilari Qag'an Tunbaga tarqanning chidirining sirtida qilin yoqqan qor ustida xeyli uzun o'r turib qilishga majbur bo'ldi. Oxir Tunbaga tarqanning vaziri Qag'an nomidan Jungo elchilariga sizlar to'din boshlab mingdan ortiq odamimizni o'ltirdinglar. Ota bo'g'inlarimizdan qolgan odat bo'yicha qonni qon bilan yuvish kerak edi. Lekin men bu qatam qonni suv bilan yuvmoqchi bo'ldim, dedi. Vazir orqali yetkazilgan Uyg'ur qag'anining bu so'zni olgan Tang sulolasi elchilari cho'nqur tinishib xotirjam bo'ldi. Shuningdan boshlab Uyg'ur qag'anligi bilan Tang sulolasi orasidagi dushmanlik munosabati burunqidek do'stona munosabatga o'zgardi. Milodining 787-yili 8-oyda Uyg'ur qag'ani Tunbaga tarqan Bagjur Tarqan boshchiligida Tangdezongga elchi avatib, Tang malikasiga o'yinish taklifini qo'ydi. Tangdezong Uyg'ur qag'anining taklifini qabul ko'rib, Malika Shuan'anni qag'anga yotliq qildi. Uyg'urlar Malikaning to'yligi uchun Jungoga 10 ming ot akeldi. Tang podshohi Malikani nihoyat nurg'un saramjonlar bilan Qara Balg'asonga uzatdi. Malika Shuan'an qag'an bilan 2 yil jahonchilik qilgandan keyin Tunbaga milodining 789-yili olamdan o'tdi. Malika Shuan'an Uyg'ur qag'anlarga yotliq qilingan malikalarning 3-chisi bo'lib, uning milodining 808-yili olamdan o'tganligi ma'lum. Lekin Malika Jungoda olamdan o'tdimi yoki Qara Balg'asonda olamdan o'tdimi, bu ancha aniq emas. Tarixda olib qutlug' bilgi qolgan unvonini olgan Tunbaga tarqan olamdan o'tgandan keyin uning o'rniga o'g'li Taras qag'an bo'ldi. U Tangrida bo'lmuş qutlug' bilgi qolgan unvonida ataldi. Taras milodining 790-yili Kichik Bikas, ya'ni Kichik Xonishi tarafidan zaharlab o'ldirildi. Uyg'ur baglari Tarasning o'g'li Oychurni qutlug' bilgi qolgan unvoniga taxtga chiqardi. Oychur gudak bo'lganligi uchun hokimiyatni il o'gasi, ya'ni bosh vaziri yurgazdi. Oychur qag'anlik taxtida o'ltirgan mezgilida, ya'ni 790-yillardan 795-yillar Uyg'ur qag'anligining tashqi ahvoli xeli darajada yomonlashdi. Bu chaqda Uyg'urlar Tibet xonligi bilan bo'lgan urushlarida o'ngsizlik uchirdi. Bu tarafdagi ahvollar o'z navbatida so'zlandi. Oychur milodining 795-yili olamdan o'tdi. Uning bosh vaziri Qutlug' qag'an bo'ldi. Qutlug' qag'an bo'lgan mezgilidan boshlab u milodining 805-yili olamdan o'tganga qadar bo'lgan 10 yil Uyg'ur qag'anligida hukmron urug' bo'lgan yog'loqlarning ta'siri tuzilinib, odizlarning, ya'ni Qutlug' odiz qabilasidan edi. Hukmronligi mustahkamlangan 10 yil bo'lgan bo'lishi mumkin. 805-yili Qutlug' olamdan o'tgandan keyin o'g'li qag'an bo'ldi. U Ay Tangrida qut bo'lmuş, Quluq bilgi qag'an deb ataldi. Uningdan keyin milodining 808-yili Jungo tarixchilari Buyi qag'an deb atagan kishi Ay Tangrida qut bo'lmuş, Quch bilgi qag'an unvonini oldi. Biz bu qag'anni Ay Tangrixon deb ataymiz. Ay Tangrixon, ya'ni 808-yillardan 821-yillar Uyg'ur qag'anlari ichida nihoyat botur, mashhur qag'an bo'ldi. U milodining 819-yili Tang malikasiga o'yinish taklifini qo'ydi. Tang sulolasining podshohi Tang Xuanzong, ya'ni 806-yillardan 820-yillar Malika Yuan'anni uningga yotliq qilishga ma'qul bo'ldi. Lekin Tang Xuanzong o'rda vazirlari bilan uzun kengashgandan keyin Ay Tangrixonga yotliq qiladigan Malika Yuan'anning to'y marosimini bir necha yil keyin o'tkazish to'g'risida qag'anga taklif berdi. Ay Tangrixon bu taklifga qo'shildi. Chunki Tang podshohi Xuanzong Uyg'ur qag'anlarining ulug'i, shuhratligi bo'lgan Ay Tangrixonga yotliq qiladigan Malika Yuan'anni Ay Tangrixonning sha'niga munosib kelgudek saramjon, so'g' salomlar bilan uzitish uchun davlat xazinasidagi pulning yerimini degudek sarf qilishga to'g'ri keladiganligini nazarda tutgan edi.
Chunki bu chaqda Tang sulolasi moliya jihatda og'ir qiyinchilikqa yo'liqqan edi. Afsuski, Ay Tanrıxon milodining 821-yili olamdan o'tdi. Uning Malika Yuan'anga o'yinish orzusi amalga oshmadi. Ay Tanrıxonning vafotidan keyin Malika Yuan tarki dunyo bo'lib rohiba bo'lib ketdi. Ay Tanrıxon vafotidan keyin Jungo tarixchilari cho'ngdi qolgan deb yozishgan kishi qolgan bo'ldi. Bu kun Tanrıda ulug' bo'lmuş, qo'ch kuchlik bilgi qolgan deb ataldi. Bunun vaqtida, ya'ni 821-yillardan 824-yillar. Tang sulolasining podshohi Tang Mizong 821-yili singlisi Malika Tayxuni uningga yotliq qildi. Bu to'y murosimi to'g'risida, ya'ni Tang sulolasi yilnomasi Uyg'urlar haqida qissa bobida xeyli tafsiliy ma'lumot berilgan. Shu ma'lumotga asoslanganda podshoh Tang Mizong, ya'ni 821-yillardan 824-yillar Malika Tayxuni Chang'andan Qora Balg'asunga uzdigan chig'ida bayramlik kiyimlarini kiyib, uni Chang'an shahrining sharqidagi Tunxuamin darvozasigacha uzitib chiqqan. Tang sulolasining yuzlagan harbiy, ma'muriy amaldorlarning qatnashishi bilan Changjing ibodatxonasi oldida uzitish murosimi o'tkazib, Malika Tayxu bilan xo'shlashishlari o'rinlagan. Tang podshohi Mizong chegaraga borg'uchi bo'lgan yo'l bo'yidagi oblast, viloyat, nohiylarning amaldorlariga yorliq tushirib, Malika Tayxu ularning tavalligidan o'tganda ularning har birining 300 mingdan askar chiqarib uzitish lozimligini uqtirgan. Uyg'ur qog'ani Chungdixon, Inanchu, ulug' tutuq izgil, tashqi ishlar taraqani Yabg'u, Bika, Tarqan qatorliq 8 kishi boshliq cho'ng o'makni tashkil qilgan Jungo malikasini qarshi oladigan bu o'mak mingdan ortiq ot, to'ga va harva qatorliq qatnash vositalarini elib, ya'ni Seriq Qumush buliqi, ya'ni bu joy Uyg'ur qog'onligi territoriyasida degan joygacha Malikaning oldiga kelgan. Malika Tayxu Uyg'ur qog'onligining poytaxti Qora Balg'asunga yetib kelganida Uyg'ur odati bo'yicha to'y murosimi o'tkazilgan. Murosim o'tkazilgan kuni, ya'ni qog'on egiz binoga chiqib, binoning sharqiy peshayvonida kun chiqishga qarab o'ltirgan. Binoning oldiga kigiz uy tikilgan. Bu uyda Malika o'ltirg'izilgan. Uyg'ur rohiblari Malikaga Uyg'urlarning qoida usullari to'g'risida tushuncha bergan. Malika Tayxu xanzuch kiyimlarini selib etib, Uyg'urcha kiyim kiygan. Andan keyin Malika yashangan bir Uyg'ur yengining hamrohligida binoning oldiga chiqib, kun petishga qarab cho'qingan. Malikaning harakatiga qog'on o'ltirgan joyidan nazar solgan. Malika qog'onga bosh egib, cho'qingandan keyin chidirga kirib, bu ishning oldida kiygan kiyimlarini silib tashlab, xotinlik kiyimini kiygan. Beshiga xuddi munguzdak oldiga qarab turadigan oltin o'tug'atliq toj kiygan. Andan keyin binoning oldiga chiqib, egilib turib qog'onga ta'zim qilgan. Uyg'ur qog'onining vazirlari oldin tayyorlagan cho'ng taxtarvonning oldi tarafida alayda rastlangan kichik bir o'ringa Malika Tayxuni o'tirg'izgan. Uyg'ur, ya'ni 9 tarqanlari, ya'ni ichki ishlar tarqani 3 nafar, tashqi ishlar tarqani 6 nafar. Taxtarvonni navbatlashib ko'tirib, o'rda ichiga kirib, kun chiqishga qarab, o'ngdan burilib, o'rnini 9 qatim aylangan. Bu ishlar o'rindirilib bo'lgandan keyin Malika Tayxu taxtarvondan tushib binoga chiqqan. U kun chiqishga qarab qog'on bilan yonma-yon o'ltirgan. Vazirlar Malikani tabriklashgan. Chungdixon milodining 824-yili olamdan o'tgandan keyinmi Malika Tayxu Qora Balg'asunda 20 yil, ya'ni 821-yillardan 840-yillar turgan. Shu mezgilda uning Chungdixondan boshqa Uyg'ur qog'onlarga yotliq bo'lgan bo'lmaganligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Jungo bilan Uyg'ur qog'onligi orasidagi qudlishlarning asosiy roli to'g'risida bir oz tushuncha berishga to'g'ri keladi. Tarixdagi qudlishlar nuqul siyosiy maqsaddan bo'ladi. Jungo xonlari o'z qizlarini boshqa davlatning hukmronligiga yotliq qilishda buni 3 maqsadni ko'zda tutgan. Birinchi, o'z bilan boshqa davlat orasida tuzilgan bitimnomani kapolatga ega qilish. Tang sulolasi malikalarining Uyg'ur qog'onlariga yotliq qilinishi Uyg'ur qog'onligi bilan Tang sulolasining Tibet xonligiga qarshi tuzilgan ittifoqini kapolatga ega qilishni nazarda tutadi.
milodining 758-yili Malika Ningoning qara balg'asoniga mangadigan chig'ida davlat ishi muhim, o'lsammi o'kinmayman deb yig'ilganligini esga elish kerak. Ikkinchi, Jungo xonlari boshqa davlatning hukmronligiga yotliq bo'ladigan qizlari orqali shu davlatning ichki ahvolidan xabardor bo'la oladi. Malika o'ziga hamroh bo'lib borgan tajribalik siyosatchilarning ko'rsatmasi bilan josuslik harakatlarini ilib boradi. Hatto o'z davlatining manfaatini ko'zlab, ig'vo tarqitib, erlarini aldaydi. Masalan, milodining 615-yili Sharqiy Turk qog'oni Sivarxon Suy sulolasining podshohi Suy Tangni Yanminda qo'rshib olganida, uning ayoli Malika Yiching odam avatib, uningga, ya'ni hozir orqa tarafimizda, ya'ni shimoliy tarafda demakchi, jiddiy ahvol tug'ilibdi degan ig'voni yetkazadi. Bu ig'voga ishongan Servixon turklar elida qo'zg'olon ko'tarilgan o'xshaydi deb ansirab, Yanmin qurshovini amaldan qoldirib qaytib ketadi. Suy Tangdi turklarga asir bo'lib qolishdan qutulib qoladi. 3. Jungoning xonlari boshqa davlatlarning hukmronligiga yotliq bo'lgan malika qizlardan tug'ilgan bolalarining varislik orqali kelgusida shu davlatga hukmron bo'lishni, u davlatni o'ziga beqinadigan holga tushirishni nazarda tutgan. Yana bir tarafdan o'z qizlaridan tug'ilgan shahzodalarning shu davlatning podshohlik o'rniga varislik qilish to'g'risida da'vo qo'zg'ab, shu davlat hukmronlari ichida ittifoqsizlik tug'dirib, bir butun davlatni parchalab ojizlashtirishni, oxirida uni yo'q qilishni ko'zlagan. Masalan, milodidan 100 yil burun Uysun xonligiga yotliq bo'lgan Malika Jayu Uysun xonligida 50 yil turgan mezgilida orqa-orqadan Uysunlarning kunbaglaridan Konshumi 93 dan 104, Ongumi 60 dan 93, Nimi 52 dan 60 qatorliq 3 xonga yotliq bo'lgan. Malika Jayu shu mezgilida o'z bilan billa borgan hamrohlari bilan birlikda Xan podshohlik tarafidan topshirilgan siyosiy vazifalarini sadoqat bilan o'rinlagan. Uning Ungumidan tug'ilgan o'g'li Yangumi milodidan 53 yil burun Uysunlarning xonlik taxtini talishib maydonga chiqqan. Natijada bir butun Uysun davlati ikkiga bo'linib ketgan. Xanzu malikasidan tug'ilgan Yangumi cho'ng kunbek, Hun begisidan tug'ilgan Uyqut kichik kunbek bo'lgan. Yangumiga Uysun aholisidan 60 nech ming oila, ya'ni 350 ming kishi, Uyqutga 50 nech ming oila, 250 ming kishi qaragan. Bu ikki xon hukmronlik qiladigan joylarning chegarasimi aniq ajratilgan. Uyg'ur qog'onlari tarixiy tajribalardan savoq elib, Jungo malikalarining buzg'unchilik harakatlaridan saqlangan bo'lsa kerak. Masalan, milodining 779-yili Tunbog'a tarqan Bogaxonni o'ltirganida uning Jungoliq malikasi Shauningudan tug'ilgan 2 bolasini o'ltirib tashlagan. U bolalarning kelgusida Uyg'ur qog'onligining taxtiga varislik da'vosini qilishidan ansirgan bo'lishi mumkin. Malika Shauningudan keyin Uyg'ur qog'onligiga yotliq bo'lgan Malika Shan'an, Malika Tayxular Uyg'ur qog'onlaridan bola tug'magan. Ehtimol qog'onlar bola bo'lmaslikning amalini qilgan bo'lsa kerak. Uyg'ur qog'onlarga yotliq bo'lgan Jungo malikalari obyektiv jihatda ikki davlat orasidagi inoqlikning nisbatan uzoqroq mavjud bo'lib turishiga kafolatlik qilgan. Uyg'ur qog'onligi bilan Tang sulolasi orasida bo'lgan ot va yipak mol savdosi. Uyg'ur qog'onligining iqtisodida chorvachilik egiligimi nihoyat muhim o'rinda turadi. Atliq qo'shinni janglarda o'ynaydigan nihoyat muhim rolini nazarda tutib, Uyg'ur qog'onligi chorvachilikda ot o'stirishni muhim o'rin qo'ygan edi. U zamonda atliq qo'shin urushda g'alaba qozonishning eng ishonchli sharti edi. Sharqiy Uyg'urlar ot o'stirishga bakmo ko'ngil bilatdi. Ular bir necha million otning ichidan jangga yaramliq bir necha 100 ming otni tanlab 221 ming kishilik atliq qo'shin tashkil qilgan edi. Hunlar, turklar, Uyg'urlarning muntazam qo'shinlari degidek atliq bo'lib, piyoda qo'shinlari yo'q hisobda edi. Hun, turk, Uyg'ur atliq qo'shinlari jangga mang'anida 100 minglab zapas jang otlarini billa elib mang'atdi. At, ya'ni intayin muhim qatnash qurolimi edi.
Şərqi Uyğur qəbilələrinin hər qaysının östürgən atlarına basıdığan ayrım tamğıları və öz yaylaqları var idi. Şunun üçün Uyğur atları, yəni tamğılıq atlar deb atalatdı. Jungo xanlarımı qədimki çağıdan tartıb özünün şimalidagi jangovar urushqa qo'shinlarga taqobil turish uchun otliq qo'shin tashkil qilishga ko'ngil bo'lgan. Bo'libmi Tang sulolasi podshohlarining otga e'tibor berishi alohida bo'lgan. Tang sulolasi podshohlari Kangsudagi Longyu, Lanzhou, Fengliang, Tianshui qatorliq 4 viloyat bilan Xeshi koridorida ot suyi mo'l Kangtasha yayloqlarini ichib, bu yayloqlarni boshqaradigan maxsus organ ta'sis qilib, u organlarga tajribasi mo'l amaldorlarni bosh qilib tayinlagan. Buning bilan milodining 630-yilidan 670-yilgacha bo'lgan 40 yil ichida bu yayloqlarda beqilgan otlarning soni 700 mingdan oshgan. Milodining 670-yilidan boshlab Tibet xonligi bilan Tang sulolasi orasida keskin urushlar boshlandi. Bu urushlar Kangsudagi ot o'stirilgan yayloqlarning omonligiga og'ir darajada xavf yetkazdi. Uning ustiga ot o'stirishga mas'ul bo'lganlarning mas'uliyatsizligidan yayloqlar cho'ldarib, ko'pligan otlar o'lib ketdi. Milodining 754-yilga kelganda otning soni 320 mingga tushib qoldi. Buningdan qarg'a keladigan ot 200 minggacha bor edi. Mana shundaq ahvol ustida Tang sulolasi nurg'un kishilik harbiy qo'shinini va ishlab chiqarish bilan qatnashni ot bilan ta'minlashda nihoyat og'ir ahvol qoldi. Bo'libmi, milodining 755-yili isyon ko'tarib o'nglik Loyang bilan Chang'anni besib olib, podshoh Tang Xuanzong Sichuanga qochib ketganida Jungo cho'ng qalaymaqonchilik ichida qilib, podshohga qarashli otlar bir necha tumangila tushib qoldi. Milodining 756-yili Tang Suzong Tang sulolasining taxtiga chiqqanida Tibet xonligi Kangsuning ko'p qismini besib oldi. Kangsudagi ot o'stiriladigan yayloqlarining qo'ldan ketishi Tang sulolasini ot manbasidan butunlay mahrum qildi. Shuning uchun Tang sulolasi Uyg'ur qog'onligidan ko'plab ot setib olishga majbur bo'ldi. Tang sulolasi qo'shinlarining ko'p qismi piyoda bo'lib, isyonchilar bo'lsa asosan otliq edi. Uyg'urlarning otliq qo'shinlari yordamga kelmagan bo'lsa, Tang sulolasining isyonchilarini mag'lub qilib, davlatning birligini asliga keltirishi natoyin edi. O'nglik isyoni vaqtida tuzilgan bitimnomaga ko'ra Tang sulolasi bilan Uyg'ur qog'onlik orasida ot va yipak mol savdosi yo'lga qo'yildi. Tang sulolasi Uyg'urlarning otlariga muhtoj bo'lgan bo'lsa, Uyg'urlar Jungoning isil yipak mollarini qo'lga tushirishga qiziqatdi. Chunki Uyg'urlar Jungodan olgan yipak mollarining bir qismini o'z ehtiyoji uchun ishiltib, bir qismini xalqaro bozorlarga olib, yuqori bahoda sotadi. Bu savdoda Uyg'urlar bir otni Jungoning 50 top yipak tovoriga tegishdi. Jungoda yipak to'qimchiligi taraqqiy topgan edi. Tang sulolasi otga bo'lgan jiddiy ehtiyojini qamdash uchun bu xil nisbatda mol tegishishga rozi bo'ldi. Uyg'urlar o'nglik isyonini boshlagan vaqtidan boshlab 100 yil ichida Jungoga har yili degudek oz deganda bir necha ming, ko'p deganida bir necha 10 mingdan 100 mingga qadar ot elib sotdi. Masalan, Uyg'ur qog'onligi milodining 773-yili Jungoga 10 ming to'yoq, milodining 782-yili 100 ming to'yoq ot akilib sotdi. Bir ot 40 top yipak tovarga tegishilganida milodining 782-yili setib olgan 100 ming ot uchun Jungo Uyg'urlarga 4 million top yipak tovar to'lishi lozim edi. Lekin Jungoda ichki isyonlar yuz berib, ishlab chiqarish og'ir darajada vayron bo'lganligidan Tang sulolasi bu molni vaqtida to'lay olmay Uyg'urlarga qarzga bug'ilib qoldi. Shu yili bu mol hisobiga faqat 100 ming top yipak tovar bilan 100 ming sar oltin kumushlar to'lay oldi. Tang sulolasi Uyg'urlarga to'laydigan bu qarzni toki 840-yilga qadar, ya'ni Sharqiy Uyg'urlarning tamoman vayron bo'lib, cho'ng ko'chishga majbur bo'lganiga qadar to'lab tugatilmadi. Uyg'ur qog'onligi bilan Tang sulolasi o'rtasida bo'lgan ot va yipak mol savdosida oxirga berib, ya'ni 9-asrning boshlariga kelganida har ikki tarafda samimiyat bo'lmadi. Son va sifatga e'tibor bermaydigan soxtapazlik hodislari og'ir holda paydo bo'ldi. Bundaq ahvolni ikki davlatning hukmronligining manfaatparastligi keltirib chiqargan edi.
Tang sulalisi hükümranları Uyg'urlarga to'laydigan qarzini to'lash uchun noqul davlat egiligidagi ipak to'qimchiligiga tayangan bilan bo'lmaydiganligini cho'nqur his qildi. Ular xalq ichiga amaldorlarni avatib, xalqqa besim qilib ishiltib, ularni qaqti-soqti qilish yo'li bilan ko'p miqdorda ipak mal yig'ishga urindi. Uyg'ur hukmronlari bo'lsa, Jungodan teg'imi nurg'un ipak malga ega bo'lish uchun nurg'unlagan kesal, o'ruq, yaramas atlarını mo Jungoga satadigan atlarning qatoriga aralashtirib etdi. Tang sulalisining at uchun to'laydigan ipak tovarlarini mo eni tar, bo'yi qisqa, to'qilishi qo'pol bo'lishga boshladi. Oxirgi berib Uyg'urlarning Tang sulalisiga satgan atlarining 60-70%ni qarg'a kelmaydigan o'ruq, og'riq atlardan iborat bo'lib qoldi. Ikki davlat orasidagi bu savdoda eg'ir ziyonga uchirg'uchi taraf yanada Tang sulalisi bo'ldi. Bu xil ahvolni Tang davrida o'tgan shoir Bayjuy, ya'ni 772-yillardan 846-yillar Cho'g'ay yo'llari nomli she'rida mundaq tasvirlagan. She'rning asl nusxasi, tarjimasi: Cho'g'ay yo'li bu uzun yo'llar. Qaridovning suyi alvak, buloq qaynaydi. Uyg'ur ahli ot sotqili kelsa har qatim, bu yo'llarning bo'ylarida giyoh qolmabdi. Çöp tügeydi, bulaq qurub, atlar dur kesel, basqan tamğa kirib ketken ustixong'icha. Bir at üçün tigişidu şayi 50 top. Qararı yo'q, keltirirlar at qaçang'icha. Baqqandimu qarg'i kelmez bu o'ruq atlar. Yilg'i to'shmay o'lib qalar 10dan 7si. Məşit kemchil qiz ayollar qaldi japoda. Shoirlarni qo'l uchida to'qidi qo'pol. Top sanini to'shqizmoqni o'ylab hammasi, shoirlari o'muchukning to'ridek shalang. Uyg'urlar ko'p xafa bo'ldi bundaq shoyiga. Qag'anning malikisi xotun Shan'an bu ahvolni o'ngshang dedi Jungo xoniga. Yuanxining 2-yili qildi shoh farmon. Xazinadagi kimxoblarni to'lidi atqa. Yaxshi shoyi keltirildi Jongnan tarafidan. Shoirlarni nachar to'shish bo'lmadi boshqa. Tang sulalisining 782-yildan boshlab Uyg'ur qag'anligining otlari uchun to'lagan bir qism ipak tovarlarining aniq hisobi tovandikicha. Vaqti 782-yili. Tovarning top soni 100 ming top. 787-yili 50 ming top. 790-yili 300 ming top. 792-yili 70 ming top. 815-yili 167 ming top. 816-yili 85 ming top. 822-yili 200 ming top. 827-yili 460 ming top. 829-yili 230 ming top. Tarixiy faktlarga asoslanganida Jungo milodining 782-yili Uyg'urlardan setib olgan 100 ming at uchun 4 million top ipak tovar to'lishi lozim edi. Amaliyotda 100 ming top to'lagan. 821-yili setib olgan 20 ming at uchun 800 ming top ipak tovar to'lishi lozim edi. Amaliyotda 200 ming top to'lagan. Ahvoldan qaraganda Tang sulalisi Uyg'ur qag'anligiga qatma-qat qarzga bo'g'ilib qolgan. 780-yili Uyg'ur qag'anligi Tang sulalisiga elchi avatib qarzni so'ylagan. Tang sulalisi moliya jihatda qiyin ahvolga tushib qolganligini bildirib, qarzni keyin to'lab berishni o'tingan. Tang sulalisi bir tarafdan bu xil qarzdorchilikning dardini tatgan bo'lsa, yana bir tarafdan Tang sulalisi poytaxtiga uzilmay kelib ketib turadigan Uyg'ur elchilarga taqdim qiladigan so'g' salomlarni tayyorlashning jafosini chekkan edi. Uyg'ur elchilari o'miki odatda oz deganda bir necha yuz, ko'p deganda mingdan ortiq kishidan iborat bo'ladi. Tang sulalisining poytaxtiga keladigan Uyg'ur elchilariga va ular orqali Qora Balg'asudagi Uyg'ur hukmronlariga taqdim qiladigan so'g'i salomlar ba'zida 1000 harvig'imi yetmagan edi. Milodining 773-yili Tang sulalisining Uyg'urlarga taqdim qiladigan xilma-xil so'g'ilari yetarli darajada mo'l bo'lgan.